Toshkent Chorsu bozori qarshisidagi biznesni rivojlantirish bankida olib borilgan ish jarayonlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Oldimi? Oldi, chekildi. Bankimizda asosan 99% devorlari avval holatdan tashkil topgan bo'lib, buni bambuk panellari bilan afishka qilib beryapmiz. Ko'rib turganingizdek, kolonnalarimizni burchaklari ham avval holatda va osvesheniyalarda ham bitirib beryapmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz.